Bir Mansur degan kishi bo'lgan ekan deydi. U kishi aytadilarki, hech u kishini xafa qilib bo'lmas ekanda. Xafa bo'lsa ham birpas esdan chiqib qolar ekan. Bir kishi qo'yinni og'ritib qo'ysa, borsa oldiga, birodar, uzr-a, boyash qo'yingizni og'ritib qo'ydik, xafa qildi desa, agar, o'tgan ish eslanmaydi deb qo'yar ekan. Tamom, bo'ldi, esdan chiqib qolar ekan. Yana kelib kimdir hammacha xafa qilganlar. Mashhur gapi shu, o'zbekcha aytganda, o'tgan ishga salovat derkanda endi. O'tgan ish eslanmaydi deb qo'yar. Keyin u kishi vafot etdi, vaqt etib deydi. Vafot etganda u kishini bu solih do'stlari tushlarida ko'radi. Tushda ko'rsa, haligi bir chiroyli hayotda turibdi. Nima topding desa, Robbim roziligini topdim, jannatni topdim deydi. Nima bilan topding deydi. Tushda so'rayapti. Alloh taolo meni qarshisiga turg'izdi deydi. Va meni hamma gunohlarimni meni qarshimga qo'ydi. Men o'yladimki halok bo'laman dedi. Tamam dedi. Alloh taolo aytdiki, ey Mansur, o'tgan ish eslanmaydi deb aytdi.